Dunyo bo'yicha Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng optim bozorni ko'rganmisizlar? Bu bozor o'zimizni Qo'qonda Uchko'prik bozorida, Boboshbo'y bozori bu. Mana shu bozorda dunyo bo'yicha eng arzon tovarlar mana shu yerda bo'ladi. Asosan detskiy. Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turadi desa ham bo'ladi. Narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ishtonchalar. Optimga necha pul ekan bular? Eng oxiri 2000 so'mdan. 2000 so'mdan. Rasmni ochib ko'rsatamiz. Rasmni ochdik. 2000 so'mdan. Pampersni ham puliga emas. 2000 so'm. Optimga necha pul bular? Qaysi biri aka? Mana bular. 12.000 so'm. Komplekt ekan mana 12000 so'm. Bular necha pul ekan Optimga? 65.000. 65.000. Materiali kashmir, ha? Kashmir material. Bitta yo'q narsani o'zi yo'q. Detskiy deysizmi? Kattalarda, ayollarda jenskiy, mushskiy, katta ko'ylaklar deysizmi? Nima desa hisoblanadi? Razmer. Optimga 40 ming. 100 ming, 150 ming narsalar. Necha pul berishyapti? 35 ming so'm. Materiali qalin. 35 ming so'm ati. Materiali cho'tki narsa. Optimga shalvarlarimiz necha pul aka? 16 ming so'm. Bularchi aka, buni narxini aytib o'rasiz. 17 ming so'm. Optimga. O'zim marketga qo'yib qol. 80 ming, 90 mingdan sotsangiz ham bo'ladi. Ko'ylaklar necha pul bular? Optimga. 45 mingdan ko'ylaklar. Ayollarimiz ko'ylaklar. Materiali miramir, toza miramir. Bularchi aka? Bular 55 mingdan. 55 mingdan. Jazmay miramir. Bular necha pul aka? 5.5 ming. 5,5 ming so'm chapkalar. 5,5 ming so'm. Bularchi apa? Optimga. 12 ming so'mdan. Kamzirlarimiz Optimga necha pul? Optimga 19 ming so'm. Bunisi 17 ming so'm. Bunisi 15 ming so'm. Bunisi. Optimga necha pul oxiri aka? 5,5 ming so'm. Materiali toza narsa. 5,5 ming so'm. Kattalar futbolkalar. Optimga necha pul futbolkalar aka? 18 ming so'm. Material. E'tibor.